Assalomu alaykum qadrli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Qadrdonlar, oldingi videoda ko'rgan bo'lsalaring, men sizlarga Gentra yana bir narsa mashinalarni chiqardim. Cobalt, O'zbek Cobalt'ini chiqardim. Endi men sizlarga Kia Rio mashinasini chiqaraman. Kia Rio yangi kuzov 2020-yil mashina, avtomat korobka, вообще shikarni shikolat mashina xullas. Realni shikolat mashina, o'zimga ham rosa yoqdi mashina. Sizlarga hozir obzor qilib qo'yib ko'rsataman. Mashina Vikupga beriladi xullas. 100 ming rubl plyus bo'lsa, mashinani olib ketaverasiz. Ya'ni $1000 ga mashina xullas. 2020-yil avtomat korobka mashina. $1000 ga. Mashina oppoq mashina. Nightfall'lari, hamma narsalari radnoy, hech nimasi almashmagan. Nimaning ichida, salon ichida. Mana probegi 200 ming yurgan. Taksida yurgan mashina. Lekin mashina sveji, zo'r. Salonlarning ichi, hamma narsasi radnoy mashina. Xo'p, orqalari hozir pastga tushib, tashqaridan ham sizlarga ko'rsataman men. Mashina yurib turibman. Xo'p, bismillah. Ana mashina. Seriozniy DTP bo'lmagan. Haligi mini yurganda manatini bir shilib qo'ygan yo qishda bilasizlar, buferlarga qor qisilib yo bir bunaqa bardyorlarga urilib, buferi orqa oldi buferi almashgan bo'lishi mumkin. DTP bo'lmagan, suvay butun mashina, yaxshi mashina mana. Kazanskiy region, takmetalning hamma narsasi toza mashina. Hozir ochaman-da, u yoqdan ko'rsataman sizlarga xullas. Xullas aylana atrof bitta ko'rsataman. Mana mashina xudo xolasa ajolat qilmaydigan mashina. Sizlarga ochib ko'rsatay ichini ham. Ocha eshigini jonivor. Mashinani uxashvat qilib qaralgan mashina. Nimalari, polig-molglari hamma yo'qni qilib qarab yurilgan chiroyli mashina. Bu yoqdan ham mana mashina hamma aynalari, orqa ham, oldi ham knopka. Mashinaning orqa ham, oldi ham hammasi mana. Полный komplektatsiya. Bu mashinalar o'zimizni Gentralardan ko'ra 10 marta yaxshi. Oddiy misol, menga eng yoqadigan narsasi, mana rol bor-ku. Rolni mana barmoqda burasiz mana. Barmoqda burasiz rolni mana. Barmoqda. Elektropaket mana. Даже rolni mana chinchalaqda burasiz mana. Chinchalaqda bursiz bo'ladi mana. Chinchalaqda burasiz. Shu darajada yengil rollari. Umuman charchab, buni mini yurgan bolalar o'zi yaxshi tushunadi. Bilmagan, qiziqqan odamlarga. Yili 2020-yil mashina. Xo'p, endi men sizlarga motor tomonini ko'rsataman. Motori ham tixa mashinaniki. Xo'p, mana motori indamay ishlayapti mana. Tixa. Hamma yo'g'i joyida. Manetlari mana soppa-soq. Ustalar o'zi biladi, mashinani ko'rsatsa soppa-soq, hali yegan yemagan nimasini yaxshi tushunishadi. Hozir men nima qilaydi? Chirog'im yo'q edi. Mashinlarda mana boltlari, nimalari hamma yo'q radnoy. Ochilmagan xullas. Kuzib yemagan mana. Radnoy zavodskiy kraskasi bilan nimalari turibdi mana. Hamma yo'q mana. Mana ular. Joy-joyida. Bu manetida ham bitta nimasi bor edi, bolti mana. Bu ham ochilmagan. Xullas, hamma yo'g'i yaxshi, zo'r mashina. Mashinaga gap yo'q. O'zim yaxshi ko'rgan mashina. Motor Brutor. Ekonomishniy variant. Brutor. Xo'p, orqani ham bir qator bagajni ham ochib ko'rsataman. Orqa bagaj, o'zi ko'tarilib ochildi mana. Ustalar buni yaxshi tushunishadi. Hozir buni ham yaqinlashtirib ko'rsataman. Xo'p. Orqadan yegan mashinani mana nimalari bukilib ketadi bilsalaring. Hamma yo'q mana qo'rg'alari butma-butun.
liniyalargacha hamma yo'g'igacha turibdi mana. Qilinmagan, orqadan bir DTP bo'lib bir aynaqa bo'lmagan mashina. Xullas butun yaxshi zo'r mashina. 100 ming rublga beriladi mashina. Boshlang'ich to'lov 100 ming qilib, qolganini variantga olib ketsangiz bo'laveradi. Mashina zo'r. Xo'p, qadrli obunachilar, hali bir xilga odamlar bor. Mashinani misol uchun katta puli yo'q, lekin mashina olgisi bor. Ozginadan oylik to'lov qilib turib, mashina olsangiz bo'ladi. Bu Kia Rioni men 2014 yoki 2015-yil mexanikasida O'zbekistonga qatnaganman. 2 yil oldin misol Toshkentga qatnaganman. Biror joyda bir eski mashina edi. Biror joyda bir parod qilib tashab qo'ygan joyi yo'q. Kia Rio'lar vaqti zo'r mashina, hadovoyi ham hamma tomonlama yumshoq chiqqan zo'r mashinalar. Azizbek aka, kelasiz endi aka. Ba'zi bir savollar bo'lsa beramiz endi, xudo xolasa. Xo'p. Azizbek aka mashinaning egasi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ahli musofirlar, qalaysizlar, charchamayapsizlar bilan hammalaring. Mashinamiz xudo xolasa akamiz ko'rsatdi holatlarini. Holatlari yaxshi. Yana qanaqangi savollaringiz bo'lsa, telefon nomerlarni yozib qoldiramiz. Telefonda aytilgan ma'lumotlarni beraveramiz xudo xolasa. Sizni mashina oldi sotda Telegram gruppangiz ham bor. Ha, bundan tashqari Telegram gruppamiz bor. Yana mashinalar bor bundan tashqari. Bundan tashqari mashinalar bor. Mashina arendaga minmoqchi bo'lsa, yo podvig qilib olmoqchi bo'lsa, bog'lansa, qo'ldan kelsa yordam beramiz xudo xolasa. Bo'lmasam men opisiyaga Telegram silkangizni ham bersangiz, qo'yib qo'yaman. Nima qilinaveradi? Faqat Kazandagilarga ham yo tashqaridagilarga ham berilaveradimi? Iloji boricha Kazan bo'lsa yaxshi, yo bo'lmasa Kazan atrofidagi shaharlar. O'rtoqcha uzoqlashib ketib qolsa, qiyin bo'ladi. Endi oldinga qilishimiz to'g'risi. Kazan bo'lsa xursand bo'lamiz. Bo'ldi, tushundim sizni. Xo'p, buni boshlang'ich to'lovi 100 ming. Boshlang'ich to'lovi 100 ming. Pulini qolganini telefon qilsa, kelishib telefonlashib gaplashaverasizlar. Ha, albatta. Общий biz aytayotgan narx 100 mingdan beri 1 million 550, 100 ming boshlang'ich to'lovi. Ha, 1 million 550 ming общий narxi. Общий narx. 100 ming berib olib ketaveradi. 100 ming berib olib ketib, har oy 100 mingdan beri o'zi olaveradi qolganini. Agarda boshlang'ich to'loviga beradigan puli ko'proq bo'lsa, oylik to'lovini ko'proq berishga sharoiti bor odam bo'lsa, общий to'lovdan narxini tushib kelishtirib beramiz xudo xolasa. Qancha tezroq ursa, shuncha narxi yengilroq bo'lib, o'ziga ham qulay bo'ladi har tomondan. Bo'ldi, bo'lmasam shunaqa gaplar, qadrdonlar, opisiyaga tushasizlar. Opisaniyada telefon raqamlari, Telegram gruppalari bor. Bemalol mashina olaman deb qiziqib yurgan odamlar bo'lsa, bemalol o'tib tushib bilaverasizlar. Mashina mana, nima mashina? Gap so'z yo'q. Xullas, o'tinglar, ashetda gaplashamiz qolgan. Rahmat, hammaga salomat bo'lasizlar.